So'nggi yillarda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohot, ro'y berayotgan o'zgarish va yangilanishlar nafaqat yurtimiz odamlarini, balki yon atrofimiz va uzoqdagi barcha do'st yorlarimizni ham xursand qilmoqda. Afsuski, oramizdagi ayrim nopok kimsalar shiddat bilan amalga oshirilayotgan islohotlar va ularning samarasini ko'rmay, ijtimoiy tarmoqlarda davlat rahbari tomonidan ilgari surilayotgan yangi O'zbekiston g'oyasini masxara qilishga urinishmoqda. Butun xalqimizning qalbidan chuqur joy olgan, farovonlik kafolatiga aylanib borayotgan yangi O'zbekiston g'oyasi asnosida katta izchillik bilan amalga oshirilayotgan islohotlar mamlakatimiz taraqqiyotiga muhim pillaboya bo'lib xizmat qilmoqda. Yangi O'zbekiston butun jamiyat taraqqiyotining garovi. Uni barpo etishga faqat prezident emas, balki barcha birdek harakat qilmog'i kerak. Bugungi kunda jamiyatimizning siyosiy, huquqiy, ijtimoiy, iqtisodiy qiyofasi shiddat bilan o'zgarib, hayotimizda yangicha munosabat, yangi imkoniyat va qadriyatlar shakllanmoqda. So'nggi yillarda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohot, ro'y berayotgan o'zgarish va yangilanishlar nafaqat yurtimiz odamlarini, balki yon atrofimiz va uzoqdagi barcha do'st yorlarimizni ham xursand qilmoqda. Bu xursandchilik va hayrat ichida olib borilayotgan islohotlarga xayrixohlik, qo'llab-quvvatlash va har doim birga bo'lish kabi ezgu niyatlarning mujassamligi shundoq bilinib turibdi. Afsuski, oramizdagi ayrim nopok kimsalar shiddat bilan amalga oshirilayotgan islohotlar va ularning samarasini ko'rmay, ijtimoiy tarmoqlarda davlat rahbari tomonidan ilgari surilayotgan yangi O'zbekiston g'oyasini masxara qilishga urinishmoqda. Aslida so'nggi 9 yil davomida mamlakatimizda yangi O'zbekiston, yangilanayotgan O'zbekiston degan tushunchalar real voqelikka aylandi. Butun xalqimizning qalbidan chuqur joy olgan, farovonlik kafolatiga aylanib borayotgan yangi O'zbekiston g'oyasi asnosida katta izchillik bilan amalga oshirilayotgan islohotlar mamlakatimiz taraqqiyotiga muhim pillaboya bo'lib xizmat qilmoqda. Yangi O'zbekiston g'oyasi zamirida xalqimiz baxti iqboli va saodatli hayotini ta'minlashdek ezgu maqsadlar singdirilgan. Jumladan odamlarning turmush tarzi va hayot darajasini har tomonlama oshirish, yangi ish o'rinlari va daromad manbalarini yaratish, kambag'allikni qisqartirish, qishloq va shaharlarimizning obod qilish orqali ijtimoiy farovonlikka erishish uchun keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Tashqi siyosiy faoliyatning eng muhim maqsadlari sifatida O'zbekistonning xalqaro maydondagi imiji, o'rni va obro'sini mustahkamlashga qaratilgan barcha davlatlar bilan strategik hamkorlik va do'stlik munosabatlarining barqaror tizimini barpo etish, xorijiy mamlakatlar bilan teng huquqli munosabatlarni va o'zaro manfaatli hamkorlikni muttasil va izchil rivojlantirish ko'zda tutilgan. Yangi O'zbekiston g'oyasi negizida inson va uning manfaatlari markaziy o'rinda turishi, xalqimiz farovonligi hamda qulay hayot kechirishini ta'minlashi yurtdoshlarimizning ijtimoiy davlat tamoyilini ro'yobga chiqarishga qaratilgan davlat siyosat va islohotlariga bo'lgan ishonchini yanada oshirmoqda. Keng qamrovli va izchil islohotlarning aniq manzilli va oqilona yondashuv asosida uzoq muddatga mo'ljallanganligi xalqaro hamjamiyatning ham yuksak e'tirofiga sazovor bo'lmoqda. Eng muhimi, keng ko'lamli bu islohotlar xalq hayoti, dunyoqarashi va turmush tarzini o'zgartirmoqda. Muhtaram prezidentimiz ta'birlari bilan aytganda, yangi O'zbekistonni barpo etish bu shunchaki xohish istak, subyektiv hodisa emas, balki demokratiya, inson huquq va erkinliklari borasida umum e'tirof etilgan norma va prinsiplarga qat'iy amal qilgan holda jahon hamjamiyati bilan do'stona hamkorlik tamoyillari asosida rivojlanadigan pirovard maqsadi xalqimiz uchun erkin, obod va farovon hayotni yaratib berishga to'liq javob beradigan obyektiv zaruratdir. Yuqoridagilardan xulosa qilish mumkinki, yangi O'zbekiston butun jamiyat taraqqiyotining garovi. Uni barpo etishga faqat prezident emas,
balki barcha birdek harakat qilmog'i kerak. Jamiyatning barcha a'zosi birlashib, davlat rahbariga ko'makdosh bo'lib, yangi O'zbekistonning bunyodkoriga aylanmog'i lozim.